Jamoliddin Egamberdiyev, xususiy tadbirkor, maqsadsiz inson, birovning xizmatkori. O'rikzor bozorining tugamas izdihomi, odamlarning shovqin-suroni, jazirama issiqda elni yalang qilib qovuradigan quyosh va qo'limdagi og'ir aravaning tinimsiz g'ijirlashi. Bu manzaralar mening xotiramda, butun vujudimda bir umrga muhrlanib qolgan. Bolaligim va o'smirligimni eslasam, faqat og'ir jismoniy mehnat, ter hidi va chang ko'chalar ko'z oldimga keladi. O'sha paytlarda men aravakashlik qilib, bozorning qora changini yutib, odamlarga suv va choy sotib, yo'q tashib yurgan oddiy bir yigitcha edim. Men 1983-yilning 25-noyabrda Toshkent shahrining Uchtepa tumanida tug'ilganman. Otam shofyor va oddiy usta edilar. Onam esa bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlardilar. Oilamiz juda o'rta hol edi. Bizda ortiqcha daromad, keng imkoniyatlar yo'q edi. Ko'p narsaga ko'zimiz yetmasdi. Qiyinchiliklar, yo'qchiliklar bilan ulg'aydik. Bozorda arava tortib yurgan kezlarimda yonimdan o'tib ketayotgan boy badavlat insonlarni, ularning chiroyli kiyimlarini, xotirjam yuzlarini ko'rib, ichimda qattiq havas uyg'onardi. Qachongacha shu og'ir aravani tortaman? Nega men ham shunday yaxshi yashay olmayman? degan o't kabi yondiruvchi savollar meni tinch qo'ymasdi. Aynan shu muhtojlik va boy odamlarga bo'lgan havas menda maqsad uyg'otdi. Men albatta boy va badavlat inson bo'laman. O'qishlarni bitirganimdan keyin uyimiz, mahallamiz atrofida joylashgan O'rikzor va Karvonbozor kabi yirik bozorlarda o'z tirikchiligimni boshladim. Boshida eng pastdan, eng og'iridan boshladim. Suv sotdim, choy tashidim, og'ir yuk ko'tarib gruzchiklik qildim. Keyinchalik yillar o'tib, sekin-asta pul yig'ib, kichkinagina do'konni arendaga oldim. U yerda o'quv qurollari, ruchka daftar va shunga o'xshash mayda-chuyda narsalarni sotib ishladim. Tasavvur qiling, men shu O'rikzor bozorida naqd 20 yildan beri umrimni o'tkazdim. Savdoning eng past pog'onalaridan o'tib, suvidan bozorigacha ko'rdim. Ota-onamning pokligi, ularning kecha-yu kunduz qilgan duolari va ayni shu bozorning cheksiz qudrati bilan mehnatlarim besamar ketmadi. Birinchi yo'nalishdagi biznesning egasiga aylandim. Birinchi biznesimiz Moskovskiy brendi ostida konserva mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish. Ikkinchi biznesimiz esa qurilish materiallari, stroy materiallar ishlab chiqarish va sotishdan iborat. Lekin katta biznesga o'tgandan keyin hammasi silliqqina bo'lib qolmadi. Qiyinchiliklar, xatolar va tushunmovchiliklar boshlandi. Tajribasizligimiz va moliyaviy inqirozlar bizni rosa qiynadi. Ammo aynan shu xatolar menga toplandi va bugungi darajaga yetib kelishimga eng katta sababchi bo'ldi. Bizneslarim kengayib, ishlab chiqarishlar ochildi-yu, ammo mening hayotimda halol umuman yo'qoldi. Men go'yoki o'zim yaratgan biznes kafasining ichida qolgandim. Kichik, katta biznesmen bor, lekin tizim yo'q, ish qobiliyati yo'q, mijozlar bazasi chaqiqlash, xodimlar bilan ishlashda muammolar bir talay edi. Eng achinarlisi, men halollikda hamma ishni o'zim qilardim. O'zim savdogar, o'zim yukchi, o'zim mahsulot yetkazib beruvchi edim. Hamma narsaning boshida o'zim turmasam, ish to'xtab qolardi. Yoshim 40 dan oshgan. Shuncha bizneslarim bor, pulim bor. Lekin shu vaqtgacha hayotimda biror marta chet davlatga chiqib dam ololmaganman. Nega? Chunki ishni tashlab keta olmasdim. Bir haftaga ketsam, biznesim qulab tushadiganday tuyulardi. Na rejim bor edi, na xotirjamlik. Oilamga va o'zimga mutlaqo vaqt ajrata olmasdim. Shunday og'ir va chigalkash bir vaziyatda bir yaqin tanishimning maslahati bilan ustoz Ilhom Begimqulovning seminarlariga borib qoldim. Seminarda zalga kirib ustozning gaplarini eshitib,
lol bo'lib qoldim. Ustozdagi samimiylik, eng muhimi, biznes qoidalarini ham oddiy, hammaga tushunarli, sodda tilda tushuntirib berishi meni o'ziga maftun qildi. Ichimda meni mana shu botqoqdan faqat shu inson olib chiqa oladi degan qat'iy ishonch paydo bo'ldi. Va Real Biznes Akademiyada o'qishni boshladim. Akademiyaga men o'z biznesimdagi muammolarni ko'tarib borgan edim. Ko'zim davomida olgan bilimlarim mening ko'zimni moshdek ochib yubordi. Men bor yo'g'i 2 oy ichida biznesimni to'liq avtomatlashtirishni va unga tizim qurishni boshladim. Eng asosiysi, men biznesning ichida ko'milib yurishdan chiqib, endi biznesimni tepadan, tashqaridan turib boshqarishni o'rgandim. Akademiyada juda ko'p ma'lumotlar oldik, lekin mening hayotimda va biznesimda inqilob yasagan eng kuchli bilim bu Pareto qonuni, 80-20 qoidasi bo'ldi. Ushbu qonunni o'rgangach, men vaqtimni va energiyamni qayerga sarflashni tushundim. Eng ko'p daromad, eng ko'p foyda keltiradigan yo'nalishlarga e'tibor berishni boshladim. Qolgan ishlardan esa qanday qilib xodimlarga to'g'ri topshirish kerakligini anglab yetdim. Ilgari hammasiga o'zim yugurgan bo'lsam, hozir esa har bir ishga o'zining javobgar xodimlarini qo'ydim. Ularning har biri o'z vazifasiga 100% mas'uliyat bilan javob berib ishlamoqda. Natijada nima bo'ldi? Savdomiz naq 2-3 barobarga o'sib ketdi. Bundan tashqari, biz faqat pul bilan cheklanmay, mahsulotlarimizni eksport qilishni ham yo'lga qo'ydik. O'qishga borganimizdan so'ng yana bir katta qadam tashladik. O'z shaxsiy brendimizni va kompaniyamiz brendini yuritishni boshladik. Oldinlari bu narsalarga umuman e'tibor bermasdik. Endi esa konserva yo'nalishida Moskovskiy brendi ostida keng faoliyat yurityapmiz. Ham kompaniya brendi, ham mening shaxsiy brendim hozirgi kunda juda yaxshi ishlamoqda. Bugungi kunda mening hayotimda holat bor. Oilam uchun, farzandlarim uchun va eng muhimi, o'zim uchun bemalol vaqt ajrata olyapman. Endigina chiqib ketgan, tashlab ketsam ham, men bo'lmasam ham, biznes avtomatik tarzda o'z maromida davom etib ketaveradi. Akademiyada o'qishdan oldin biz shunchaki hayotda maqsad qo'yardik. Ammo unga qanday yetishni bilmasdik. O'qish davomida esa maqsad qo'yib, unga qanday erishish yo'llarini, katta maqsadlarni kichik qadamlarga ajratib bajarishni o'rgandik. Maqsaddan zumman chalg'imaslik, boshqa keraksiz va muhim bo'lmagan mayda narsalarga vaqt va energiya sarflamasdan, faqatgina asosiy maqsadga e'tibor qaratish kerakligini tushunib yetdim. Ustoz Ilhom Begimqulov bilan bir voqeani hech qachon unutolmayman. Bir kuni ustoz va kursdoshlar bilan birgalikda tog'dagi mashhur Nefrit ko'liga safarga chiqdik. O'sha yerda men ustozning naqadar kuchli va irodali inson ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. To'qqa tepalikka mashinada chiqdik. Keyin esa bu yog'iga piyoda o'tamiz, dedik va yo'lga tushdik. Yo'l shunchalar notekis, noqulay va toshloq ediki, yurish juda azob edi. Shu og'ir yo'l orqali manzilga yetdik. Keyin esa ustoz shunday ham ichki barobar og'irroq, noqulay va tik tepalikka chiqishga qaror qildi. Xavfli so'qmoqlardan o'shib o'tib va murakkab sharoitda ham ustoz hech qanday qo'rquvsiz, katta jasorat bilan hammamizni o'sha ko'zlangan maqsadga boshlab bordi. Charqab, orqada qolayotganlarni o'zi tortib, hammaga kuch bag'ishlab, hammani harakat qildirib, oxirgi borimizni maqsadga yetkazdi. O'shanda men ustozning qanday ichki irodasiga va liderlik qobiliyatiga tan berib qolganman. Biznes ham xuddi shu to'qqa chiqishga o'xshaydi. Yo'li o'g'ir bo'lishi mumkin, lekin oldinda sizni tortadigan kuchli ustoz bo'lsa, albatta cho'qqiga chiqasiz. Lekin men uchun haqiqiy muvaffaqiyat bu yonimda yaqinlarim, do'stlarim, yoru birodarlarimning borligidir. Tinch va go'zal ota vatanimiz O'zbekistonda to'kis-to'kin yashayapmiz. Musulmon bo'lib,
iymon bilan yashayotganimiz. Bularning hammasi eng buyuk muvaffaqiyatimizdir. Qolaversa, tolayotgan daromadimizdan boshqa insonlarga yordamimiz tegayotgani ham aslida haqiqiy muvaffaqiyat hisoblanadi. Agar vaqtni orqaga qaytarishning zarracha imkoni bo'lganda edi, men yoshlikdanoq o'dimga ulkan kunlarni takrorlamasdim. Vaqtida yaxshi o'qib, ilm o'rgangan bo'lardim. Bu dunyo o'tkinchi ekanligini, hammamiz uchun vaqt g'animat ekanligini ertaroq his qilib, orqamdan faqat yaxshilik qoldirishga, odamlarga yanada ko'proq foydam tegishiga harakat qilgan bo'lardim. Va eng asosiysi, ota-onamning xizmatlarini qilib, ularning duosini bundan-da ko'proq olgan bo'lardim. Boshqa tadbirkorlarga, ayniqsa endi yo'l boshlayotgan yoshlarga maslahatim shuki, har qanday ishni boshlashdan avval eng birinchi navbatda ota-onangizning duosini oling. Allohning roziligini istang. Shundan so'ng o'zingizga munosib ustoz toping va ustozlarning, yaqinlaringizning duosini olib, o'g'ishmay harakat qiling. Men hayotda bitta qat'iy shior bilan yashayman. Maqsad sari olg'a. Nima uchun aynan shu shior? Chunki maqsadi yo'q inson, albatta maqsadi bor insonlarga bir umr xizmat qilib o'tadi. Maqsadi bor inson esa hech qachon o'rganishdan, izlanishdan va yuksalishdan charchamaydi. Bugungi kunim uchun topgan halol rizqlar bo'lsin va bunga sababchi bo'lgan ustozim Ilhom Begimqulovdan mingdan ming roziman. Biznes meniki. Demak, hamma ishni o'zim qilishim kerak. Mensiz hammasi qulab tushadi. Jamoliddin akaning o'z biznesining kafasiga solib qo'ygan va halovatini o'g'irlagan eng og'ir xato fikr shu edi. U akademiyaga kelganda ikkita katta biznesi bor edi-yu, lekin o'zi o'sha biznesning eng ko'p ishlaydigan yo'qchisi va sotuvchisi edi. Biz unga Pareto qonuni 80-20 modelini o'rgatdik. Natijada u mayda ishlarni xodimlarga topshirib, o'zi faqat daromad keltiruvchi strategik vazifalarga diqqat qildi va butun biznesni tanib bo'lmas darajada chiroyli tizim asosiga aylandi. Xulosa o'rnida. Toki siz biznesingizdagi barcha mayda ishlarni o'z bo'yningizga olarkansiz, siz tadbirkor emas, balki o'z biznesingizning eng arzon xizmatkorisiz. Haqiqiy biznes rahbarsiz ham ishlay oladigan tizim qurilgandan keyingina boshlanadi.